Restavratsiya qilganingizdan so'ng plomba va tishda rangi boshqacha bo'lib qolyaptimi? Unda bu videoni ko'rishingiz shart. Bu videomiz kompozit turlari haqida bo'ladi. Kompozitlar optik xususiyati va nur o'tkazuvchanligiga qarab bir nechta turlarga bo'linadi. Dastlabki kompozitlar emal kompozitlari. Emal kompozitlari shaffof yoki yarim shaffof bo'lgan prozrachniy kompozitlar bo'ladi. Undan keyin esa dentin kompozitlari bor. Dentin kompozitlari esa nur o'tkazmaydigan kompozitlar hisoblanadi. Bulardan tashqari yana 3-guruh kompozitlar, bular boji kompozitlar, ya'ni bular emal va dentin kompozitlarining o'rtasida hisoblangan yarim o'tkazuvchan bo'lgan kompozitlar hisoblanadi. Boji kompozitlarni chaynov tishlar va hamda frontal tishlar restavratsiyasida ishlatishingiz mumkin, lekin hamma ishlab chiqaruvchilarning kompozitlarining optik xususiyatlari bir xil bo'lmaydi. Masalan, boji A1 bir ishlab chiqaruvchida boshqacha optik xususiyatga ega, boshqa ishlab chiqaruvchida umuman boshqacha optik xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'z amaliyotingizda har xil kompozitlarni bir-biri bilan solishtirib ko'rib, o'zingiz uchun ma'qul kelgan ranglarni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa bepul berilmaydigan bilimlarni men beraman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.